Kun Doniyor aka, yaxshi kelmisizmi? Assalom. Ha, Komil, nima qilib o'tiribsan bu yoqda? Unda chiqib oyim bilan mazza qilib serial ko'rib o'tirsang bo'lmaydimi? Chiqqim kelmayapti. Charchadim. Nima ish qilib charchading? Ha? Uyda o'tirsang, ertalabdan kechgacha ko'chaga chiqmasang, agar o'tda qo'lida ish bo'lmasa, qiladigan. Nima ish qilib charchading? Ish qilib sog'lig'ing joyidami? Biror yering og'riyotgan bo'lsa, ayt. Shifokorga olib boring. Uf, charchadim dedim men sizga. Mazam yo'q demadim-ku. Namuncha maydalashasiz? Tushunmadim. Nima bu muomala? Ha? Nima bo'lyapti o'zi senga? Nima ish qilib charchading deb so'radim sendan. Uy ishlarini qildim. Mendan boshqa biron kim bormi o'zi uy ishlarini qiladigan? Mana qara, nima yoqmayapti senga, ha? Uyda oyim, dadam, mendan boshqa odam yo'q bo'lsa, nima yoqmayapti o'zi? Kirlarni kir mashinada yuvsang, idish-tovoqlarni o'zini maxsus mashinasida yuvsang, nima yoqmayapti senga? Bor yo'g'i bitta ovqat qilasan. O'shani o'zing ham yeysan-ku. Shu ovqat qilish ham yoqmay qoldimi senga? Mana qara, noshukur bo'lmagin. Komil, tushundingmi? Yaxshi emas bu narsa. Menga qarang. Odamlarni ko'rdingizmi? Restoran yurishibdi. Siz meni toqqa olib chiqaman deb va'da bergandingiz. Qachon olib chiqasiz? Men ham odamlardek yashagim keladi. Sen oxirgi paytda juda ham qattiq o'zgarding. Sen boshqa bir oilalarga qara, uysiz odamlarni ko'r. Zo'r yashayotgan bo'lsang, nimadan olyapsan yana? Nima? Bu gapingiz bilan meni sabr qilishimni xohlayapsizmi? Agar men bilan yashasang yoqmayotgan bo'lsa, bilganingni qil. Seni majburlab o'tirmayman. Qo'yning tusagan narsani qilgin. Tushundingmi?